aka Shvetsariyani O'zbekistonga olib kelibsiz. Qaranglar do'stlar, tabiatda yomg'ir yog'yapti, u tomonda quyosh chiqyapti. Havo jazirama bo'lishiga qaramasdan juda ham salqin va mana bu dachalarda maza qilib, kishi boshiga taxminan 100 ming so'mdan maza qilib dam olishlari mumkin. Issiq suv, sovuq suv, dush, hojatxona, Wi-Fi, internetda umuman muammosi yo'q. Hattoki sim kartalarda ham bemalol antenna chiqyapti. Aka, mana shu joylar sizga qarashli-a? Albatta. Farg'ona tezkor, mana shu videoni ko'rib kelganlarga skidka qilib berasizmi? Skidka qilib beraman. Farg'ona tezkordan kelsa skidkalar bor. Do'stlar, bu videoni kimlar mashhurga kelmoqchi bo'lsalar, sinfdosh, qarindosh, oila a'zolaring, yaqinlaringga tashab qo'ylar kelib, prosta mazza qilib 2-3 kun dam oladigan joy. Ishoninglar, bunaqangi tabiat kadrlarida ko'rib turibsizlar. O'zbekistonda boshqa joydan topishlaring qiyin va albatta Dugoba Resort Instagram sahifasiga podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Shohmardon va shu tabiatga oid eng so'nggi yangiliklarni mana shu akamizdan kuzatib borasizlar. Bu videoni eng yaqinda bilgan do'stingizga tashab qo'ying.